Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 28-may kunidan 31-maygacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28-may va 31-may kunlari 15-20 daraja, 29-30-may kunlari 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Faqat 29-may kuni 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 28-may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. 29-31-may kunlari kechasi 19-24 darajagacha, kunduzi 33-38 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida 28-may kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 28-29-may kunlari 15-20 daraja, 30-31-may kunlari 18-23 daraja, kunduzi 28-may kuni 27-32 daraja, 29-may kuni 30-35 daraja, 30-31-may kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 28-may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. 29-31-may kunlari kechasi 19-24 darajagacha, kunduzi 35-40 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-may kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 29-31-may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28-29-may kunlari 15-20 daraja, 30-31-may kunlari 18-23 daraja, kunduzi 28-may kunlari 27-32 daraja, 29-may kuni 30-35 daraja, 30-31-may kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-may kuni vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 28-may kuni ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. 29-31-may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 28-may kuni kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. 30-31-may kunlari kechasi 13-18 darajagacha, kunduzi 25-30 darajagacha ko'tariladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.